Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana biz bir fermer xo'jaligiga tashrif buyurdik. Bu safar bug'doy dalasiga keldik. Agar sizlarning bug'doylaringizda sarg'ayish kuzatilayotgan bo'lsa, darrov do'konga borishga shoshilmang. To'xtang. Avval bug'doyingizni qayeri sarg'ayganiga aniqlik kiritib, shunga ko'ra ularga chora ko'ring. Hozir video davomida nimaga qarshi ishlatishni aytib o'taman. Agar bug'doy poyalarining faqat pastki qismi sarg'aygan bo'lsa, bunda azot yetishmayotganini bildiradi. Bor quvvatini yuqoriga yosh barglarga berayotgan hisoblanadi. Agar bug'doy poyasining o'rta qismi sarg'aygan bo'lsa, barglarda sariq dog'lar, sariq rangga kirgan bo'lsa, bu zang kasalligi. Bunda o'g'it berish emas, balki fungisid orqali kurashiladi. Agarda bug'doy poyasining yosh barglari, o'suvchi barglari sarg'aygan bo'lsa, bunda mikroelementlar yetishmayotgan bo'ladi. Ya'ni temir yoki shunga o'xshash mikroelementlar yetishmayotgan bo'ladi. Bunda o'g'itni ildizidan emas, balki bargidan suspensiya tarzida berilsa, juda ham samarali hisoblanadi. To'g'ri tashxis hosilning yarmi deyishadi. Shunday foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, do'stlaringizga videoni jo'natib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.